Tak. Hammalarga assalomu alaykum radnoylarim. Sizlar bilan har doimgidek Akmal Grand. Tak. Deganlar meni bilsanglar kerak, Grand Mobile o'yiniga kirmaganimga ham naqd 5 kun bo'ldi. Bu 5 kun ichida sizlar meni yaxshigina sog'indinglar deb o'ylayman. Agar meni sog'inganlar va meni kontentni dakansa davom ettirishimni xohlaganlar kommentariyaga gaz deb yozib ketasizlar degan umiddaman. Endi sabab nimaga o'yinga kirmayapman, nima uchun meni ishlarim yurishmayapti. O'yinda albatta, hayotda ishlarim yaxshigina yurishyapti. Nimaga o'zi o'yinga kirmayapman? O'sha sababini sizlarga aytadigan bo'lsam, bizani ya'ni o'zimiz dadam choyxona ochdilar. O'sha choyxonada men naqd 5 kundan beri o'sha choyxonada yuribman. O'sha choyxonani men o'zim bitta o'zim boshqarib yuribman. Dadam o'zini ishlari, akamlar ham ishda, onam uyda o'tirishi kerak, uylarni qarab. Shuning uchun men umuman o'yinga kirishga va sizlarga kontent ulashishga vaqtim bo'lmayotgan edi. Shuning uchun ham sizlardan uzr so'rab qolaman. Xudo xolasa hozir YouTube kanalimga kirib qarasam, to'g'risi bu narsa yig'lagim kelib ketyapti. Oldingi stroylarimni ko'rib, oldingi narsalarni ko'rib ko'zimga yosh ketyapti. Hozir ham yosh kelyapti. Endi bilmadim, akkauntim banga ham kirib ketgan. Hozircha o'yin uncha tortmayapti ham desam bo'ladi. Og'zimga e'tibor bermaysizlar, chunki ko'zdan yosh chiqib ketdi. Oldingi jigarlar bilan yurganim eslab, hammasi bir boshqacha davrlar-da. Sizlar bilan 5 kun ko'rishmasam ham men o'ta sog'indim. Sizlarni o'yinni sog'indim. Til ojiz hozir gaplashganda to'g'ri yig'lamaslik kerak. Просто sog'inganim uchun yig'layapman. 10 kun oldingi davrni eslasam sog'inib mazza qilyapman-da. Xudo xolasa podeshkada bo'lib tursanglar, sizlar bilan hali yana comeback qilib, zo'r videolarni chiqarib, yaxshi Xudo xolasa 100 ta bo'lib biz ham mashhur bloger bo'lamiz degan umiddaman. Agar kim meni sog'ingan bo'lsa, shu videoni ko'rgan bo'lsa, bitta like bosib ketinglar obuna bilan. Kommentariyaga davay jigar, biz sizni sog'indik deb yozib ketishni unutmanglar. Assalomu alaykum, Grand bo'ldi. Hammalarga xayr. Shu vaqtgacha podeshkada bo'lib kelganlik uchun katta rahmat.